Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimizning obunachilari, kuzatuvchilari, bormisiz, omonmisiz? Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida azizlar. Bu yerda biz sizlarga hozir umra narxlari qanaqa bo'lyapti va sharoitlari, gastnitsalari, oraliq masofa, taomlari barchasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Buning uchun siz like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka, opa-singillaringizga videoni yuborib qo'ying azizlar. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda umra safari 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka-i Mukarramada bo'linadi azizlar. Gastnitsalarimiz 4 yulduzli gastnitsalar, oraliq masofa Madinada 250-300 metr, Makkada esa 800-900 metr oraliq masofada. Makkada gastnitsadan haramgacha bemalol piyoda borsangiz ham bo'ladi, 10-12 minutlik yo'l. Undan tashqari avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan. Avtobuslarda ham bemalol borib kelsangiz bo'ladi azizlar. Xo'p, Madinada gastnitsamizda 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Albatta, o'zbek oshpazlari tomonidan pishirib, chiroyli qilib olib kelinadi azizlar. Xo'p, azizlar, undan tashqari sayohatlarimiz va ziyoratlarimizga keladigan bo'lsangiz, Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bor azizlar. Undan tashqari Qur'on kitob bosmaxonalariga ham bemalol kirsa bo'ladi. Haftada 2 kun ishlaydi. Agar borgan kuningiz ishlaydigan kuniga to'g'ri kelib qolsa, bemalol kirib o'tishlaringiz mumkin. Buni ham albatta aytib o'tish kerak azizlar. Makkada Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzdalifa hamda qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohati ham bor azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Xo'p, undan tashqari hozirgi kunda 50 boshlarimiz bor. Samolyotdan chiqib aeroportga qo'nsangiz, aeroportda o'zida 50 boshlarimiz kutib olishadi azizlar. 14 kun mobaynida tajribali, malakali 50 boshlar hamrohligida bo'ladi azizlar. Reyslarimiz qachonga deydigan bo'lsak, reyslarimiz har hafta bor. Haftaning har seshanbaga Toshkent va Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Haftaning har chorshanbaga Farg'ona va Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Agarda siz bizni uzoqdan kuzatayotgan bo'lsangiz, biz bilan qanday bog'lanamiz deydigan bo'lsangiz, yoki ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin, yoki bo'lmasam Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing, bizga Zagram pasportingizni tashlasangiz, biz sizga Centrum shot raqamlarini tashlaymiz. O'zingizga yaqin bo'lgan, qulay bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Agarda ofisimizga keladigan bo'lsangiz, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan. Bemalol kelib, Centrum rasmiy kassalariga to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Albatta, Zagram pasport esdan chiqmagan holda azizlar. Xo'p, undan tashqari bizni chet eldan kuzatayotgan bo'lsangiz, ota-onangizga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz sizni ota-onangizga mana bunday sertifikatlarni qilib, yoniga bitta chiroyli guldastani qilib, sizni ota-onangizni sizni nomingizdan tabriklab kelamiz azizlar. Albatta, Farg'ona va Marg'ilon ichi azizlar. Undan tashqari bizni firmamizdan boradigan bo'lsangiz, bizni firmamizda mana bunday bejiklar beriladi. Bu bejikka mehmonxonamiz qayerda joylashgan hamda telefon raqamlari kiritilgan bo'ladi azizlar. Bu ko'pincha yo'qolib qolgan holatlarda ishlatiladi azizlar. Undan tashqari yostiqcha beriladi samolyotda hamda avtobuslarda ketilayotganda ishlaydigan narsa. Undan tashqari mana bunday kamzilchalar har xil razmerda hamda sumka beriladi azizlar. Bularning barchasi agarda siz Toshkent aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Toshkent aeroportida, Farg'ona aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Farg'ona aeroportida beriladi azizlar. Hozir aytib o'tgan paketimiz standart plus paket bo'lib, barcha narsalarni ichiga oladi azizlar. Bemalol Comfort Plus bilan bellasha oladigan paketlardan biridir azizlar. Xo'p, azizlar, bundan tashqari agar o'zingizda savol uyg'ongan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasam kommentariyaga savolingizni yozib keting. Keyingi videolarda biz javob berishga harakat qilamiz. Bugungi video so'ngkamiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka singillaringizga yuborib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.